Bugun mahallangizdagi muammoni hal qilish uchun idora yurish shart emas. O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Unicorn Soft kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan raqamli mahalla platformasi yordamida mahalla yettiligi faoliyati to'liq raqamli formatga o'tkazildi. Ayni paytda mamlakatimizdagi 9000 dan ortiq mahalla haqidagi ma'lumotlar yagona tizimda joylangan. Bu esa mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni, bandlik, ishsizlik va migratsiya holatini tahlil qilish imkonini bermoqda. Eng muhimi, siz mobil ilova orqali mahalla yettiligidagi ta'mirtalab yo'llar, ishlamayotgan svetoforlar, chiqindi muammosi va noqonuniy daraxt kesilishi kabi o'nlab og'riqli masalalar bo'yicha murojaat yuborishingiz mumkin. Yaqinda platformada yangi imkoniyat adliyaga murojaat funksiyasi ishga tushdi. Endi fuqarolar huquqiy masalalari bo'yicha mahalla raisi bilan birgalikda adliya organlariga onlayn murojaat yo'llashlari mumkin. Xo'sh, bu funksiya orqali qaysi turdagi murojaatlarni yuborish mumkin? Deylik, tug'ilganlik, nikoh yoki ajrim hujjatlarida xato bo'lsa, fuqarolarning turli hujjatlaridagi familiyasi yoki ismi mos kelmasa, pensiya yoki nafaqa tayinlash so'rovi asossiz rad etilgan bo'lsa, fuqaro ishdan noqonuniy bo'shatilgan yoki unga ish haqqi o'z vaqtida to'lanmayotgan bo'lsa, nogironlik yoxud boquvchisini yo'qotgan pensiyasini tayinlash masalalari asossiz rad etilganda, uy-joy yoki kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda muammo chiqqan bo'lsa, kommunal xizmatlar bo'yicha asossiz qarzdorlik yuzaga kelganda, soliq, imtiyoz yoki subsidiya masalalarida tushunmovchiliklar yoki mansabdorlarning sanksiyalarga duch kelganda, shu kabi o'nlab huquqiy masalalar bo'yicha adliya organlariga bevosita murojaat qilish mumkin. Buning uchun yashayotgan mahallangiz idorasiga borib, mahalla raisi bilan birgalikda raqamli mahalla platformasi orqali onlayn murojaat yuborishingiz kifoya. Murojaatingiz avtomatik ravishda adliya tizimida ro'yxatga olinadi va mutaxassisga biriktiriladi. Albatta, qonunda belgilangan muddatda ko'rib chiqiladi. Eng muhimi, har bir murojaat nazoratda bo'ladi. Muammo hal etilmaguncha u yopilmaydi. Agar sizda ham yechimi topilmayotgan muammolar bo'lsa, ularni ortga surmang. Raqamli mahalla platformasi yordamida adliya organlariga murojaat qilish huquqiy masalalaringizni ortiqcha vaqt yo'qotmasdan hal qilishning eng qulay yo'li.